Suyumlik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi. Qur'on o'qinglar. Chunki Alloh ichida Qur'on bor bo'lgan qalbni azoplamaydi. Xuddi bahar faslida yaqqan yomg'irning o'simliklarni canlandırğanıga o'xshash, Qur'oni Karimning oyatlari yumshoq qalblarga yangi hayotlik va orom baxsh etadi. Kishilarni ham dunyodan ham oxiratdan xabardor qilib, mangulik hayotlikqa va xushallikqa erishtiradi. Qani keling, Qur'oni Karim o'qishning dunyo va oxiratda bizni nimalarga erishtiradiganligiga qarab boqaylik. Qur'oni Karim o'zini o'qiganlarga qiyomat kuni shafoatchi bo'ladi. Abu Umam radhiyallohu anhu "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Qur'on o'qinglar. Qiyomat kuni Qur'on o'zini o'qiganlarga shafoatchi bo'lib keladi" deganini anglagan edim, deydi. Qur'oni Karim kasalliklarning shifo manbasidir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: "Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan nasihat bo'lgan, dillardagi dardga, ya'ni shak va nodonlikqa shifo bo'lgan, mo'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan Qur'on keldi." Sura Yunus 57-oyat. Hazreti Oysha onamiz mundaq deydi: Peygamberimiz ağrıp qalgan tuqqanlarga oyat o'qiydi va o'ng qo'li bilan sipab turib: "Ey Alloh, ey insonlarning Rabbi, shu kasallikni ko'tarib o'tgin va shifo bergin. Faqat sen shifo berguvchisan, ey Rabbim. Sen beradigan shifodan boshqa shifo yo'qdir. Kasalliklarni butunlay yo'q qiladigan bir shifo bergin." Shuni alohida qistirib o'tish kerakki, Qur'onning shifo manbasi bo'lishi jismoniy kasalliklarda doktorxonaga bormasingizmi bo'ladi deganni bildirmaydi. Chunki payg'ambarimiz hamisha kasallikka qarshi davolashni tavsiya qiladi. Qur'on o'quvchining rahbari bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: "Alloh haqiqatan kishilar orasida adil bo'lishga, jami xalqqa yaxshilik qilishga, xish aqrabolaga sil rahim qilishga buyurdi. Qabih so'z harakatlardan, yomon ishlardan va zulm qilishdan to'sidi. Nasihatni qabul qilsin deb Alloh sizlarga pand nasihat qiladi." Sura Nahl 90-oyat. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Sura Baqara 2-oyat. Haqiqatan Qur'on eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Qur'onning har bir harfiga 10 savob beriladi. Rahmeti cheksiz bo'lgan shonu shavkatlik Rabbimiz insonlarga bergan sanoqsiz ne'matlar bilan birga qilgan yaxshi ishlarning ajri mukofotini hassalab beradi. Gerçi yomon amalga o'zining barobarida javobga erishsa-mu, ammo yaxshi amallarning ajr mukofoti 10 hassa, 100 hassa, hatto o'ningdan ortiq beriladi. Kimiki Allohning oldiga go'zal bir ish bilan kelsa va yaxshilik qilsa, onunğa qilgan yaxshiligining 10 hassa barobarida mukofot beriladi. Shuningdek, kimiki Allohning oldiga bir yomonlik bilan kelsa, faqat qilgan yomonligiga udul keladigan bir jazo beriladi. Shundaqla o kunda hech kimga zulm qilinmaydi degan oyat bu haqiqatni o'ttirib qo'ydi. Albatta, ishlarning eng xayrligi va eng qimmatligi Janobi Allohning kalomi bo'lgan Qur'oni Karimni o'qib tushunish va uningga amal qilishdir. Uning har bir jumlasi, hatto harfi Allohning nazarida boshqacha bir qimmatga ega bo'lib, mukofotimi eng yuqori darajadagi mukofotlardir. Bu vaqtda suyumlik payg'ambarimiz mundaq deydi: Kimiki Allohning kitobidan bir harf o'qisa, uningga bir savob yoziladi. Men alif lam mim bir harf demayman. Alif bir harf, lam bir harf, mim bir harf bo'ladi. Qiynalib o'qiganlar uchun 2 hass savob bor. Qur'oni Karimni eng go'zal shaklda o'qigan inson kiroman katibin farishtalarning saviyasida bo'ladi. Lekin bu saviyada o'qiyolmagan, shundaq bo'lsa-mu xolis niyat bilan o'qishga tirishgan. O'qiyotganda duduqlab qolgan, ammo onunğa o'qish tas kelgan taqdirdami, o'qishni davom qilgan kishiga 2 hass savob beriladi. Allohning nazarida davomli Qur'on o'qilgan oilaning qimmati oshadi. Qur'oni Karim o'qilgan yerga huzur, barakat va xushallik olib keladi. O'qigan kishini bo'lsa suyundirib, g'am qayg'ularni yo'q qiladi. Umidsizlikdan yiroqlashtirib, jonliq va aktiv holatga olib keladi. Qur'on
o'zi o'qilgan yerdan turlik vasvasalarning yo'q bo'lishiga yordam berdi. İnson va jindan bo'lgan shaytonlardan egillarni qo'g'daydi. Payg'ambarimiz Qur'onning bu tarafini bayon qilib mundaq degan: Qur'on o'qilgan uyda yaxshilik ko'paydi. Uy egillariga tor kelmaydi. Bundaq uylarga farishtalar yig'iladi va shaytonlar yiroqlashadi. Qur'on o'qilmagan uyda bo'lsa yaxshilik va barakat oz bo'ladi. U uydan farishtalar yiroqlashib, shaytonlar yaqinlashadi. İchida Qur'on o'qilib, ma'no va tafakkurlar bilan mashg'ul bo'lgan uy bo'lsa, yulduzlarning yer yuzini aydınlatqaniga, yo'ritqaniga o'xshash osmondagilar uchun aydınlatiladi. Qur'on o'qilgan yerga farishtalar rahmat va xotirjamlik bilan tushadi. İlahi kalam shundoq bir katta ta'sirga ega ekanki, o'qilganda faqat insonlarla emas, farishtalarmi ta'sirlanib, uni tanishig'ili keladi. Buning bilan birga atrof rahmat va xotirjamlikka ega bo'lgan bexatar yerga aylandi. Masalan, ma'lum bir kollektivning Qur'on bilan mashg'ul bo'lganligini tasavvur qilib boqadigan bo'lsak, demakki, bu kollektiv bexatar va xotirjamlikka, farishtalarning muhofazat qilishiga loyiq bir holatga keldi deyishga tamoman bo'ladi. Suyimlik payg'ambarimiz bu vaqtda mundaq degan: Agar ma'lum bir jamoat Qur'onni o'qib, uni o'rganish uchun Allohning uylaridan bir uyga yig'ilsa, ularning ustiga Allohning rahmati tushadi va farishtalarmi qanotlari bilan ularni qorshab turadi. Alloh taolami ularni yenidagi farishtalarga maqtaydi. Qur'on o'qish o'quvchining zehnini o'tkir qiladi. Qur'oni Karimni yodlash insonning o'rganish iqtidorini oshiradi. Qur'onga qarash va o'qish zehnini sokinlashtirib, qalbga rohatlik bag'ishlaydi. Qur'ondan azroq bo'lsa-mu yodlash asli tutish qobiliyatini oshirib, unutqoqlikni azaytadi. Qur'on o'qigan va uningga amal qilgan kishi insonlarning haq huquqlariga diqqat qilish, o'zining vazifalariga mas'uliyat bilan qarash, hamda hukm va muomalada odil bo'lish qatorliq intayin muhim sifatlarga ega bo'lganlik uchun suyimlik payg'ambarimiz vazifa beradigan vaqtda bu tarafni oldingi shart qilgan va mushunda qilish orqali Qur'onni o'rganishni tashabbus qilgan. Bu temaga munosabatlik intayin ko'p misollar bor. Masalan, imomlikqa o'xshash intayin muhim vazifada Qur'onni jiq bilganlarning oldin tanlanish tavsiya qilingan. Suyimlik payg'ambarimiz Yamanga avatgan elchilarning beshiga garchi yesh kichik bo'lsa-mu Qur'onni eng yaxshi bilganini tanlagan. Mana shuningga o'xshash boshqa masalalardami o'xshash yo'lni tutgan edi. Rasulullohning bu harakati Qur'onni o'qishning va uning eng inchik taraflariga o'rganishning qanchalik muhimligini ko'rsatib berdi. Qalbimizning hech qanday hayotlik manbasi yo'q qaqas cho'lga o'xshab qolmaslik uchun bizga eng katta ilohiy omonat bo'lgan Qur'onni o'qib tushunish bilan birga uni har vaqt hayotimizning bosh toji qilishimiz lozim. Qur'onning haqqiga sal qarab uni ko'zga ilmasligimiz mangulik pushaymonga ilingan qadamdan iboratdir. Shu esimizda bo'lsinki, Qur'ondan yiroq bir hayot o'zini mangulik o'limga mahkum qilgan bilan barobardir. Shuningdek, Qur'onsiz inson xuddi tirik murdadan iboratdir.